Yana bitta Fayzli xonadonga santexnika mahsulotlarimizni yetkazib berganmiz. Okamiz lekin uchastkani boplab qurib qo'yibdilar. Yomon xavos qildim. Videoni ko'rayotgan, like bosgan hammamizga nasib qilsin shunaqa imoratlar qurish. Endi ichkariga kirib, qilib bergan ishlarimizni bitta ko'rsatib o'taman. Yuringlar. Birinchi etaj, birinchi sanuzelda turibman. Dushovый kabinasi, oynalari kalyonniy bo'ladi. Kalyonniy oyna sinib ketsa ham odamga zarar yetkazmaydi. Bo'yim 1.90, trapetskiy dush urinini ko'ryapsizlar, boshqa umuman tepib qolmaydi, xalaqit qilmaydi. Latunoviy korpusli yaxshisidan qo'yilgan. Bu yoqda Jobo brendidan 304 markali nержавейкali sushilka. Bu yoqda installyatsioniy unitas, podvesnoy bo'ladi, podvesnoy rakvina. Telegram kanalga qo'yganmiz, ko'rgansizlar. Ozarbayjon mahsuloti Gold Banyo firmaniki PVC bo'ladi, tandem mexanizmli. Bu yoqda podsvetkali oyna, 3 xil rangda yonadi, soat abagreiflari, smestitel, mayda-chuyda detallar. Xo'p, bu yoqda ikkinchi xonamiz, tualet. Joy ozgina torroq, joy ekonom qilish uchun bu yoqda kichkinaroq podvesnoy rakvina qo'yib berganmiz. Jobo brendidan oynalari podsvetkali, aksessuarlar, podvesnoy unitas, cho'tka, veshilka. Hamma narsasi под ключ bo'ladi. Xudo xolasa kimga shunaqa santexnika tovarlari kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar yozib qoldiramiz. Santexnik xizmati ustanovka kerak bo'ladigan bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaveringlar. Yaxshi usta servislarimiz bor, gaplashib, chiroyli qilib ishlarni hal qilib beramiz.